Quzg'un bilan qo'zi. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. O'rdak surnaychi ekan, g'oz karnaychi ekan. Xullas, tovuq qaq etdi, bilmadim, qaqqa ketdi. Bir qora quzg'un bilan qo'zi bor ekan. Quzg'un qo'zi yoniga borib, "Seni yeyman", debdi. Meni yeyishga yeysan-u, tumshug'ing harom. Daryoga borib chayqab kelib, undan keyin yegin, debdi qo'zi. Quzg'un tumshug'ini chayqagani daryoga boribdi. Daryo suvni pastga tortib olib, "Mendan odamlar suv ichadi. Sening tumshug'ing harom. Ustaboy kuloldan bitta ko'za olib kelgin, suvni men beray, sen suvni olib, u yoqda chayqagin", debdi. Shunda quzg'un ustaboy kulolning oldiga borib, "Ey ustaboy kulol, bering ko'za, olay suv, chayqay tumshuq, yeyman semiz a'lo qo'zi", debdi. Ustaboy kulol, "Tuprog'im ado bo'lib qoldi. Tuproq olur degan yerdan tuproq olib kelib bergin, men yangi ko'za yasab beray", debdi. Sho'rli quzg'un tuproq olurga uchib boribdi. "Bering tuproq, qilsin ko'za, olay suv, chayqay tumshuq, yeyman semiz a'lo qo'zi", debdi. Tuproq olur, "Tog'ning boshida bir kiyik bor. Shu kiyikning shoxidan olib kel, o'sha kiyik shoxi bilan qazib olasan", debdi. Quzg'un bu yerdan ham uchib, tog' tepasidagi kiyik oldiga boribdi. "Hoy kiyik aka, bering shox, qaziy tuproq, qilsin ko'za, olay suv, chayqay tumshuq, yeyman semiz a'lo qo'zi", debdi. Kiyik bechora aytibdi, "Rahmim kelay beray deyman-u, shoxim qattiq o'rnagan, jonim og'riydi. Bir Po'latvoy aka degan kishining tozisi bor. Shu tozisini sizga bersin, tozi kelib meni quvsin. Men qochib borib daraxtlarga shoximni urib, tushirib beray", debdi. Shundan keyin quzg'un uchib, Po'latvoy akaning oldiga borib, "Po'latvoy aka", deb chaqiribdi. "Bering tozi, quvlasin kiyik, tashlasin shox, qaziy tuproq, qilsin ko'za, olay suv, chayqay tumshuq, yeyman semiz a'lo qo'zi", debdi. Po'latvoy aytibdi, "Tozimning qorni och, bedarmon bo'lib yotibdi. Tosh akamning sigiri bor. O'sha sigirning sutidan bersin. Olib kel, ichiramiz. Tozi ovqatlanib olib, kiyigini quvib bersin", debdi. Quzg'un uchib borib, "Toshvoy aka", deb chaqiribdi. "Labbay", debdi Toshvoy aka. "Bering sut, ichsin tozi, quvsin kiyik, tashlasin shox, qaziy tuproq, qilsin ko'za, olay suv, chayqay tumshuq, yeyman semiz a'lo qo'zi", debdi. Toshvoy aka, "Sigirimning qorni och, dalaga borgani yo'q. Sen daladan bir ko'tarim quroq olib kelib ber, sigir yeb sutga kirsin, undan keyin olib ketasan", debdi. Quzg'un bir quroqzor ko'lga boribdi.
bering quroq, yesin sigir, bersin sut, ichsin tozi, quvlasin kiyik, tashlasin shox, qaziy tuproq, qilsin ko'za, olay suv, chayqay tumshuq, yeyman semiz, a'lo qo'zi, debdi. Quroq aytibdi. Yulib olsang, qo'lingni qiyib ketaman. Shaharning chekkasida o'roq qiladigan usta so'kildi degan bor. Bitta yaxshi o'roq qilib bersin, meni o'rib olib ketgin, debdi. Quzg'un uchib usta so'kildining oldiga boribdi. Usta, usta, deb chaqiribdi. Usta labbay deb quzg'unning oldiga chiqibdi. Quzg'un, bering o'roq, o'ray quroq, yesin sigir, bersin sut, ichsin tozi, quvsin kiyik, tashlasin shox, qaziy tuproq, qilsin ko'za, olay suv, chayqab tumshuq, yeyman semiz, a'lo qo'zi, debdi. Usta so'kildi. Ko'mirim tamom bo'lib qolgan edi. Bu tog'ning boshida 5-10 xonadon bor. Ular ko'mir kuydirayotgan emish. Ko'miridan olib kelib ber. Senga pashshaning qanotidek olmosdan o'roq qilib beray. Quzg'un bu yerdan ham uchib, o'sha ko'mirchilarning oldiga borib, ko'mirchaka, ha, ko'mirchaka, bering ko'mir, qilsin o'roq, o'ray quroq, yesin sigir, bersin sut, ichsin tozi, quvsin kiyik, tashlasin shox, qaziy tuproq, qilsin ko'za, olay suv, chayqay tumshuq, yeyman semiz, a'lo qo'zi, debdi. Ko'mirchilardan biri bir parcha ko'mirni oldiga irg'itib yuboribdi. Qarg'a ko'mirchini olib, usta so'kildining oldiga kelibdi. Mana ko'mirni topib keldim, debdi. Usta, obbo, vaj qilsam ham bo'lmadi-ya, deb bir pashshaning qanotidek olmosdan qilingan o'roqni qora quzg'unning qanotiga o'rnatib qo'yibdi. Quzg'un bir qancha vaqt uchgandan keyin o'roq qanotini shartta qirqib ketibdi. Ikkinchi qanotiga o'tkazib olibdi. Yana bir qancha uchgandan keyin ikkinchi qanotini ham shartta uzib ketibdi. Bechora quzg'un endi o'roqni bo'yniga solibdi. Ucha olmasdan hiqillab qancha yo'l yuribdi. Bo'ynini ham o'roq shartta kesib ketibdi. Quzg'un maqsadiga yetolmay bir cho'lda o'lib qolibdi. Qo'zi esa qutulib qolibdi. audiobook.uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi. O'zbek tilida. Zumrad va qimmat. O'zbek xalq ertaklari. Bir zamonda katta bir soy bo'yida kichkina bir uy bo'lar ekan. Bu uyda chol, uning Zumrad degan qizi, o'gay ona va uning Qimmat degan arzanda qizi turar ekanlar. Tohir va Zuhra. O'zbek xalq ertaklari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir podshoh bor ekan. Uning farzandi yo'q ekan. Kunlardan bir kun o'ylab, xafa bo'lib o'tirsa, o'ng qo'l vaziri so'rabdi. Podshohi olam, nega xafasiz? Davlatingiz bor. Hamma fuqaro sizning ixtiyoringizda bo'lgandan keyin buncha xafagarchilikni nima keragi bor?
Yoriltosh. O'zbek xalq ertaklari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ikkita opa-singil bo'lgan ekan. Kattasining oti Gulnora, singlisining oti Oymo'may ekan. Ikkov quvnab o'ynashar, xoxolab kulishar, kechasi bir ko'rpada yotishar, opasi singlisiga qiziq ertaklar so'zlab berar ekan. Alpomish. O'zbek xalq dostoni. Burungi o'tgan zamonda 16 urug' Qo'ng'irot elida Dobonbiy degan o'tdi. Dobonbiydan Alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi. Alpinbiydan tag'in 2 o'g'il paydo bo'ldi. Katta konining otini Boybo'ri qo'ydi. Kichkinasining otini Boysari qo'ydi. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. 1264 hijriy Dalv oyining 17-si. Qishki kunlarning biri. Quyosh botqan, tevarakdan shom azoni eshitiladir. Zulfiya. Saylanma, she'r va dostonlar. Kecha jimjit. Ko'p go'zal kecha. Qaraysan u suqing kiradi. Yonadi gul, jilmayar g'uncha, yellar g'ir esib turadi. Rus tilida Gans Christian Andersen. Bahor ertagi. В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как стекло, но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Yoriltosh. O'zbek xalq ertaklari. Жили-были 2 сестрички. Старшую звали Гульнора, а младшую — Оймома. И были они неразлучны. Вместе играли, веселились, даже спали под одним одеялом. Старшая сестра знала много интересных сказок и охотно рассказывала их младшей. G'ofir G'ulom. Shum bola. Народу в торговых рядах уйма. В большой чайхане Ильхама Чайханчика, что стоит как раз на повороте от молочного ряда к Махале Махкама, играет граммофон. Без умолку звучат старинные песни в исполнении Туйчи Хафиза, Хамракула Кары, Хаджи Абдулазиза или ферганских певиц. Места в чайхане всегда не хватает. Alisher Navoiy. Hamsa. Farhod va Shirin. Когда подсчеты кончил Муль-Кара, сказал он: «К делу приступать пора». Он выехал и ехал без помех, ему в пути предшествовал успех. Шло в свите много мудрых зодчих с ним, шло много мастеров, рабочих с ним. Так ездили они из края в край, объездили едва ли не весь Китай. 4 места для дворцов избрав, 4 скажешь рая, будешь прав. Sergey Borodin. Дмитрий Донской. Весенний дождь минул. В монастырях отзвонили к утренне. Солнечный свет засиял по мокрому тесу крыш, по зеленой плесени старых замшелых срубов. Потек в небо сизый и лазоревый дым над Москвой. В заречье орали петухи, по реке плыл лес. Из берега молотки, шлепавшие вальками на портомойных плотах,
окликали сплавщиков. Bizning audio kitoblarimizni shahringizdagi do'konlardan so'rang. Shuningdek, siz ularni audiobook.uz saytidan ko'chirib olishingiz mumkin. Mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audiobook.uz saytimizda ko'rsatilgan aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin.